Avvalambor barchangizga assalomu alaykum. YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Dream Liga Soccer o'yinining kelib chiqish tarixi haqida gaplashamiz. Dastlab First Touch Games tomonidan First Touch Soccer o'yini birinchi futbol o'yin bo'lib chiqqan. U o'yinga 2011-yilda asos solingan. Shunday qilib, ushbu ekranlarda ko'rib turgan o'yiningiz First Touch Games'ning dastlabki o'yini, ya'ni Dream Liga Soccer o'yinining dastlabki ilk avlodi hisoblanadi. FTS, ya'ni First Touch Soccer. Bu o'yin ham o'z davri uchun juda yaxshi futbol o'yinlaridan bo'lgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Eslab qoling, siz o'ynaydigan Dream Liga Soccer o'yinining dastlabki avlodi mana shu o'yin hisoblanadi. Endi navbat 2015-yilda chiqqan Dream Liga Soccer o'yiniga. Dream Liga Soccer o'yini nomi bilan chiqqan dastlabki o'yin mana shu bo'ladi. Ya'ni Dallas nomi bilan chiqqan ilk o'yin mana shu va uning grafikalarini hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Yomg'ir yog'ishi va tarkiblarni ko'rsatishiga juda alohida e'tibor berilgan. Bu o'yin ham 2015-yilning juda ajoyib futbol o'yinlaridan biri hisoblangan. First Touch Games'ning dastlabki futbol o'yiniga e'tibor beradigan bo'lsak, logotipida, ya'ni o'yinning bosh muqovasida birorta futbolchi turmagan va ko'rishingiz mumkin, ekran chap tomonida o'yin logotipi ham bor va faqat to'p va o'yin nomi turgan. Dream Liga Soccer o'yinidan keyin yana First Touch Soccer 2015 o'yini ishlab chiqarilgan va bu First Touch Games tomonidan ikkita futbol o'yini, ya'ni Dream Liga Soccer va First Touch Games ning First Touch Soccer o'yini 2015-yilda, ya'ni bitta yilda ikkita futbol o'yin chiqargan, ikki xil futbol o'yin. FTS 15 ning grafikalarini, gameplayini ko'rishingiz mumkin, mana qanday o'yin bo'lgan. Here we go then. Can he finish it? All confidently taken and made no mistake in putting it away. Let's see that again. Oh, that's broken the Eslatib o'tamiz, ushbu o'yin First Touch Soccer nomi bilan chiqargan o'yinlarning eng so'nggisi hisoblanadi. FTS o'yini ham juda ko'p o'yinchilarda juda yaxshi xotiralar qoldirgan. Bu o'yin ham grafikalari va o'z uslubi bilan ajralib turgan. Bu o'yin ham juda noodatiy uslublarda o'yin chiqargan, gol nishonlashlarigacha yaxshi e'tibor berishgan. Endigi navbat Dream Liga Soccer 2016 o'yiniga. Ushbu o'yin Dream Liga Soccer o'yinining dastlabki o'z homiylariga ega bo'lgan o'yin hisoblanadi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki uni muqovasiga e'tibor bering. Ya'ni Diego Costa bilan Aaron Ramsey futbolchilari o'yinning muqovasidan joy egallashgan. Dallas 16 dan so'ng keyingi Dallaslarni ham muqovasida futbolchilar joy egallagan. Dastlabki futbolchilar joy egallagan muqovasidan o'yin mana shu Dream Liga Soccer 2016 hisoblanadi. Yana bir faktni ham aytib o'tishimiz joizki, Dream Liga Soccer 2016 First Touch Games'ning, ya'ni ikkita o'yinni birlashtirgan o'yin hisoblanadi. First Touch Soccer ham Dream Liga Soccer ham bitta bo'lib, Dream Liga Soccer nomidan 2016 dan boshlab chiqishni boshlagan. Keyingi navbat Dream Liga Soccer 2017 o'yiniga. Bu o'yinda ham muqovasiga e'tibor bersangiz, deyarli o'zgarish yo'q. Dizayni bilan ozgina Dream Liga Soccer nomi o'zgargan, lekin futbolchilar esa o'sha ularning formalari almashgan desak ham xato bo'lmaydi. Now let's look at the away team.
Bilsangiz, DLC'da bu paytda onlayn rejim bo'lmagan, ya'ni offlayn o'ynalgan. Siz hozirgi paytdagi karyera rejimiga to'g'ri keladi va faqat o'yin mana shu uslubda o'ynalgan. Here's the shot. His teammates swarm him, and rightly so. Shaxsan men ham Dream Liganing shu, ya'ni 2017sidan ushbu o'yinga kirib kelishni boshlaganman. Ushbu o'yin ham juda ajoyib nostalgiya qoldirgan. 2017sini sizlar ham o'ynagan bo'lsangiz kerak, chunki mana shu paytda O'zbekistonda Dream Liga Soccer o'yini ommalasha boshlagan. Endigi navbat esa Dream Liga Soccer 2018ga. E'tibor bering, bu o'yin muqovasida Dream Liga 2016 va 2017siga nisbatan ancha o'zgargan, ya'ni futbolchilar ham almashib ketgan. Gareth Bale va Andres Iniestani ko'rishimiz mumkin. DLCning bu avlodini ham juda ko'pchilik o'ynagan bo'lishi kerak. Esingizda bo'lsa, bu paytlarda o'yinni mod qilib o'ynardik, ya'ni coins olmoslari cheksiz bo'lar edi. Biz xohlagan o'yinchilarimizni sotib olib va o'yindagi transferda ham o'zingizni yasasangiz bo'lar edi. Ya'ni o'zingizni kartangizni yasar edingiz, reyting qo'yib, pulingiz bo'lsa bas edi. Dream Liga 2018da mana shu xususiyat bo'lgan. DLC 2018ni grafikalarini ham, gameplayni ham ko'rishingiz mumkin. 2016-2017ga qaraganda yaxshilangan va ancha xatolar tuzatilgan. That's a crack. What a finish. Simply no messing about there. Clean finish. That goal's been O'yin afzalliklari ushbu paytda internet shart bo'lmagan va sodda boshqaruvga ega o'yin hisoblangan. Aytgancha, telefonni ham juda kam qiynagan, chunki ko'pchilikning telefoni bu o'yinni ko'tarar edi. O'sha davrdagi eng yaxshi simulyator futbol o'yinlaridan biri sanalgan. Ozroq grafika va gameplayni kuzating va bundan so'ng afsonaviy Dream Liga Soccer 2019ga o'tamiz. well intercepted. Striker's ball. Here's the shot. Well taken goal. There's even some applause from the opponent's fans. It's a Mana do'stlar, ekraningizda ko'rib turgan o'yin afsonaviy Dream Liga Soccer 2019. Bu o'yin nega afsonaviy deyiladi? Hozir mana nega afsonaviy deyilishini sizlar bilan birga kuzatib va muhokama qilamiz. Dream Liga Soccer 2019 bu DLC seriyasining eng mashhur va afsonaviy qismlaridan biri bo'lib, 2018-yil oxirida First Watch Games tomonidan ishlab chiqarilgan. Nima uchun afsonaviy? Eski futbolchilar, eski dizayn ko'pchilikka yoqadi. Offline o'ynash mumkin edi. Internet shart emasdi. Istagan payt o'ynay olarding. Bu hozirgi versiyalarda yo'q darajada qulay edi. Oson va yoqimli gameplay. Boshqaruv juda silliq. Paslar aniq, zarba berish hissi real edi. Ko'pchilik odamlar aynan gameplay sabab DLC 19ni yaxshi ko'radi. Transfer juda oson edi. Messi, Ronaldo kabi yulduzlarni olish qiyin emasdi. O'yinda coins yig'ish oson edi. Hamma o'yinlarda kamchilik bo'lgani kabi, ushbu o'yinning ham kamchiliklari o'ziga yarasha bor edi. Hamma jamoalar va ligalar litsenziyali emas. Onlayn rejim kuchsiz edi. Lekin shunga qaramasdan bu o'yin o'z davri uchun juda mashhur o'yinlardan biri hisoblangan. Ko'pchilik ushbu o'yinni hozirgacha sog'inib eslaydi. Shu bilan Dream Liga Soccer o'yinining 2009-yilgacha bo'lgan rivojlanish yo'lini ko'rib chiqdik. Oddiy va sodda grafikadan boshlangan bu loyiha qisqa vaqt ichida katta o'zgarishlarni boshdan kechirdi va millionlab o'yinchilarni o'ziga jalb qila oldi. Aynan 2019-yilga kelib esa o'yin butunlay yangi bosqichga o'tish arafasida edi. Keyingi qismda esa siz First Watch Games tomonidan kiritilgan eng katta yangilanishlar, grafikadagi keskin o'zgarishlar va o'yinning hozirgi darajaga qanday yetib kelganini bilib olasiz. Davomini albatta o'tkazib yubormang. Eng qiziq joyi hali oldinda.